Yo bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan men yana crafting o'z yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, bugungi videomni boshladim. Mana bizda birinchi ishtirokchimiz mana Crafting bro, bu yerga keling. Bir ideya keldi. Kalamusiz bu kalani ishlatish kerak bro. Xo'p, mana. Men kalasiga nima bo'ldi? Bunchalik tekis bo'lib ketdi. Endi nima qilmoqchisiz? Yo! U kalani vertolyotda ishlatdingiz-ku. Gap yo'q, lekin gap yo'q, kalani ishlatish to'g'ri. Davay, Chester qonunlarga to'g'ri keladimi yo'q bilmadim, lekin o'tdi. Bizning ikkinchi ishtirokchimiz bu Hacker. Tanishib olinglar. Xo'sh, Hacker, siz qanday chiqmoqchisiz? Ikkita gul so'rayapsizmi? Mang marhamat oling. Bo'ldimi? Qo'lingizga nusxalab oldingizmi? Nima qilyapsiz? Devorlarga gul sosib chiqyapsizmi? Biron ishingizga tushunmadim lekin. Xo'sh. Bunday qanday qilib boyoqdan chiqmoqsiz gul sochib? Yo'q, nima? U sirli eshikni topdi. Bu bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, bu qoidalarga to'g'ri keladi. Xo'sh, unda biz keyingi raundni boshlaymiz. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iltimos like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Mana bizning 3-ishtirokchimiz Qoravoy Grox. Xo'sh, Grox, cho'ntagimni qaraychi, bilet. Ha, mana. Stop, bu qoidalarga to'g'ri kelmaydi-ku. Stop. Yo bolalar, mana bizning eng oxirgi ishtirokchimiz va bu Noob bo'ladi. Mana Noob, sen bu yoqdan qanday qilib chiqmoqchisan? Ko'rsatchi. Xo'sh, qani, nima qilasan? Nima hunaring bor seni? Nima qilasan? Bu men qotib qoldim bir joyda. Tirildi. Sen nima qilmoqchisan? Nima? Sen aqling chindan ham yo'q. Sen bedrockga zarba berdingmi? Uni sindirmoqchi bo'ldingmi? Aqlsiz. Videoni shu joyda to'xtatsam, doktor chaqirib kelsam ham bo'ladi. Chunki sen ahmoq qo'lingni sindirib olding. Mayli bolalar, videoga like va obuna bosib qo'yinglar.